Yozda yengil makiyaj qilganda umuman oqib ketmaydigan nabor kerak, narxi ham byudjetni bo'lsin. Polni makiyajga eng arzon naboringizdan qilib beringchi degan klientimiz zakazlarini yig'amiz. Ko'rib turganingizdek, yengil bo'lsa ham yuzdagi hamma problemalarni berib ketadigan BB krem ham oq, ham qora rangda bo'lgan Shiglimdan tush. Qosh yuzi formalarini to'g'irlab, tarab turish uchun fiksator. Lab uchun nudiviy kontur rangini qarang zo'rligini. Agar tochishni ugrilaringiz bo'lsa, shu konsiler zo'r berkitib beradi. Lab uchun tintiviy blesk bilan balzam. Nabor narxi shok qiladi sizni, oxirigacha kutib turing. Hozir aytib qo'ymasam, esingizdan chiqib qoladi. Tez podpiska tashab qo'yingchi. Blesk bilan balzamni boygi kontur bilan birga sursanglar, shunaqa zo'rlib kombo bo'ladi. Yozda pudra ishlatsam, makiyajim oqib ketyapti. Nima maslahat berasiz degan qizlarimiz uchun material salfetka. Tonalkaz yig'ilib qolmasligi uchun baza primer glow effect bilan, teng bilan highlighter ikkalasi bittada. Bu ham nudiviy rangda. O'zi menimcha juda ko'p qizlarimiz shu ikkita rangni ishlatishsa kerak. Keyingisi bo'lsa o'zini sponj bilan chiqadigan jidkay rumyana. Pigmentiga bo'lsa вообще gap bo'lishi mumkin emas. Va albatta BB krem rastoshovka qilish uchun sponji. Boks narxi 150 ming so'm bo'ldi.